Ayol kishi Allohning itoatida tursa va erini rozi qilsa, jannat xohlagan eshigidan kirsin deyshadi. Farzandlariga chiroyli tarbiya bersa, jannat xohlagan eshigidan. Ayol kishiga jannatga kirish oson, erkak kishiga qiyin. Nimaga oson? Ibodatini qilyapti vaqtida. Namozni o'qiyapti, ro'zasini tutyapti va erini rozi qilyapti. Farzandlariga chiroyli tarbiya beryapti. Jannat xohlagan eshigidan kiryapti. Shuning uchun ayol kishini uyda o'tirganligi asli uni foydasi. Ayollarni islomda uyda ichiga qamab qo'yadi, uyda ichidan chiqarmaydi dedi. Yo'q, ayollarni asraydi bizning. Ayollarni asrab ko'chaga chiqarmasligining sababi ham shu. Ya'ni yo'l ochmaslik deganda seni tayyor xizmatching bor, ering bor, u tayyor olib kelib beryapti hamma narsani. Seni hech narsaga ovora qildirmayapti. Ko'chaga chiqib ishlatib qo'ymayapti, boshqa joyga, magazinga borib chiqib kelmayapti. Seni hammadan qizg'onyapti. Ya'ni islomning asli go'zalligi shuda.